azildan ham xabaringiz bo'lsin. Chunki nega buni aytyapmiz bugun? Oxiratning birinchi manzili bo'lmish qabrda ahvol og'ir bo'ladi. Umar radhiyallohu anhu jahannam zikr qilinganida, hisob kitob zikr qilinganida, sirot ko'prigidan o'tish zikr qilinganida, mahsharning dahshati, qiyomatning dahshati zikr qilinganda yig'lamas edilar. Qabr masalasida gapirilganida Umar radhiyallohu anhu yig'lab yuborardilar. Shunda sahobiylar so'rashdi: "Ey Umar, nega yig'layapsiz?" deganlarida, "Mahsharda odamlar bilan birga bo'laman. Dunyoda kasal bo'lsam atrofimda hech bo'lmaganda oilam bo'ladi. Qiyomatda ham, do'zaxda ham men yolg'iz bo'lmayman. Atrofda odamlar bo'ladi. Lekin qabrda yolg'iz bo'laman. Yolg'izlikdan qo'rqaman. Agar mabodo qabrda meni Alloh taolo masalamni og'ir qilsa, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Qabr shunday joyki, yo jannat bog'laridan bir bog'cha, yo do'zax chuqurlaridan bir chuqur bo'lishligi mumkin. Mabodo shunaqa holatga tushib qolsam, men juda qiynalar ekanman, shu uchun yig'layapman dedilar.